Assalomu alaykum, Obidjonuz kanali obunachilari. Bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar, qo'y chorva ishqibozlari. Mana bunda yemga tayyor holatdagi qisir sog'liq ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i akamizni qo'ralarga yetib kelgan qo'ylarni video syomka jarayonidamiz. Xudo xolasa, ularni qo'ldan kelgancha yeb ichishlarini, hop, hamma ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Akalar, videoni boshlashdan oldin kanalga yangi bittadan like bosib, obuna bo'lib tursalaring. Kimga qanaqa qo'y kerak bo'lsa, yangi partiyalar yetib kelibdi. Xudo xolasa, shularni qo'ldan kelgancha video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Mana akalar, hop, bu yerda soni bir 50 tacha sovliq bor ekan. Hop, mana bu yerda qo'zlar ham bor ekan mana. Qo'z jonivorlar yotishini, oqlardan so'raganlar oqlardan mana. Jonivorlar zo'rlaridan bor ekan. Zotga boqaman deganlarga, go'shtga boqaman deganlarga hammasida turidan bor ekan mana. Tayyor yemga. Kelganiga bularda 2 kunmi bo'pti. Hop, yoshlari qo'zdan tortib 8 tishgacha bor ekan. Hammasidan bor ekan. Akam bir yerga ketadilar, shunga o'zim sekin video qilyapman mana. Mana bu yerda bittasi tug'ib ham qo'yib jonivor mana. Jonivor bolasini yoshini. Qo'chqor tug'ib beribdi bitta. Manalar qolganlari boladan ajragan. Hop, ona bola so'raganlarga ona bolasi ham bor ekan mana. Mana bu yerda mana. Jonivor, bolani ham zo'ridan ekan. Onasi shu yerda qaysidir. Akalar, hop, qo'ylarda o'ta zo'rlarda yetib kelibdi mana. Jonivor tulashib kelibdi mana bular. Mana bular o'zi tulabdi. Mana bu qo'zi ekan akalar, mana buni qarang. Zotga boqaman deganlar uchun. Mana bu qo'ylar. Qo'chqorlar mana bu yerda barra qo'chqorlar ekan bari. Jonivorlar kecha yetib kelganiga charchoqlari ham chiqmagan, yotibdi ekan jonivorlar. Mana bu yerda tayyorlashni ham boshlashibdi. Ular mashinkada qo'yib olib. Mana bu yerda qaychida ham olishyapti ekan jonivor. Pardoz berish boshlanibdi. Hop, mana bu yerda pardoz berilmaganlar ekan. Endi boshlashga kerak. Mana akalar, tayyor chiqqan. Jonivor qarang, go'zal bo'lib chiqyapti. Gap yo'q lekin mehnatga baho beramiz mana. Mana bular mashinkada olingani, mana bo'lsa qaychida olingan jonivorlar akalar. Mehnatga baho beramiz. Shu mehnatga yarasha foyda ham mehnat qilishsa kerak jonivorlar. Obunachilar, kanal yangi obuna bo'lib tursalaring, xudo xolasa bular narxlarni ham chiroyli qilib, hop, ertalarga video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Bular narxlari bilan tanishtirib, qo'ldan kelgancha narxini bilganimiz yo'q. Narxlari past 2,5, u yoq 3 million, 4 milliongacha bor. Shunaqa deyishdi. Mana qarang, tayyor jun olinganlari ham bor ekan mana. Mana qo'ydi qarang, kattaligini jonivordi. Mana so'roqdan ko'rsatamiz mana. O'ta zo'rlar yetib kelibdi. Xudo xolasa aloqa chiqarasizlar, kimga qanaqasi kerak bo'lsa, qo'zi deysizmi, to'qliq sovliq deysizmi? Alloh, qarang jonivor. Ona bola deysizmi, turidan bor ekan jonivorlarni. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, shoshilib aloqa chiqaramiz. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqsalaring, o'zlari hop, telefon qilsalaring, o'zlari ishlaringni bitirib berishadi qo'ldan kelgancha. Shu yerda videoni yakunlaymiz. Videoda qanday xato kamchilik bo'lsa uzr so'raymiz. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib tursalaring, hali bunda zo'rlarni chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.